Ekinokslarda 3 ta kerakli qilinadigan ishlarni hozir sizlarga ko'rsatib chiqaman. Birinchisi, ekinokslarning заводской rulini xudi kam bo'ladi. Haydayotgan haydovchi razvorot qilayotganda, parkovka qilayotganda rulni aylanish xudi kamligini hisobiga oldi-orqa qilib qiynaladi. Haydovchi qiynalmasligi uchun biz buni programma orqali rulni aylanishini xudini ko'paytirib beryapmiz. Oson bemalol parkovka qilib yoki razvorot qilib ketsanglar bo'ladi kichkina yo'llarda. Ikkinchi qilib bergan ishimiz ekinokslarning monitori ham, tablosi ham xitoycha bo'ladi. Biz bunga rus tilini qo'shib berganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi mana. Rus tili qo'shilgan. Bemalol mashinaning настройкalarini ham mana shu yerdan o'zingizlar to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Uchinchi qilib bergan ishimizda balon давленiyalari заводской 2.4 ga настройка qilingan bo'ladi. Biz buni 1.7 dan pasayganda yonadigan qilib berganmiz. Balonning havosini 2 qilib yursanglar, yurishlari ham yumshoq bo'ladi. Hech qanaqa yozuvlar, hech qanaqa zina-choklar yonib, sizlarni bezovta qilmaydi. Xudo xolasa bular hammasi programma orqali qilindi. Mashinani hech qatiga zarar yetkazmasdan hammasini programma orqali qilib berdik. Kimni Equinoxga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, Equinox hadiyasiga olib kelib yuborib qo'yamiz.